Do'stlar, ko'plar savol berishadi, pasportimning orqadagi QR kod o'chib ketgan. O'sha bo'lmasa qanday qilib patent to'lashim kerak deb aytishadi. Ko'plar o'zining vaqtini behuda ketkazib, borib Sberbankka borib to'lab kelishadi ishdan qolib. Bugun men sizlarga shu biron joyga bormasdan Sber onlayn orqali через NNM patent to'lash yo'lini ko'rsataman do'stlar. Videoni ko'rishni davom etingizlar. Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga qanday qilib Sberbankdan biz QR kod, ya'ni через NNM pul to'lashni aytib o'tmoqchiman. Unda biz boshladik. Mana biz Sberbankka kirib oldik. Mana pastda ko'rinib turibdi platyoj, ya'ni men sizlarga strika bilan ko'rsataman. Xo'p, mana shu platyojga kirasizlar. Platyojga pastga tushirasizlar. Государственный degan bor. Buni ham sizlarga belgilayman. Xo'p, shu государственный ustiga bosasizlar. Keyin bu yerda patent na работу bor. Mana shu patent na работу ustiga bosasizlar. Yine birinchidan chiqib keladi. Patent na иностранный граждан. Uni ustiga bosasizlar. Xo'p, mana chiqib keldi. Har kimning o'z limitida NNM chiqib keladi. Misol, agar NNM chiqmasa, mana ssilkada ko'rsatilgan joyda NNM bo'ladi, o'shani terib, shu davom ettirishingiz mumkin. Namozov aslida familiyam. Bu yerda bo'lsa Moskva 77 bo'lsa Moskva bo'ladi. Ya'ni boshqa region bo'lsa, har o'zining kodlari bo'ladi. Продолжить qilasiz. Boshqa joyga tegimiz, o'sha summasi ham 1 oydagi 10 ming rubl Moskva. Yana продолжить qilasiz. Xo'p. Yana bitta продолжить qilasiz. Уже оплataga keldi. Usti oplata qilib, siz bemalol cheyingizni to'lashingiz mumkin. Do'stlar, kimgadir dokument masalasi bo'yicha savollarga javob kerak bo'lsa, do'stlar, bemalol kommentariyaga yozingizlar. Keyingi videoda do'stlar, qo'ldan kelgancha dokumentga oid mavzularda gapirib, savollaringizga javob berishim mumkin. Sog' bo'lasizlar.